Gedesh xatosini yuvishi mumkin edi. Qosh, yana bir duel, Kojo. Iskan, voy zarba. Gol! Aliboyev ishchi! Aliboyev hisobni ochyapti. Gol o'tkazib, hozir turning eng omadsiz futbolchilaridan biriga aylanyapti. Shu joyda buni muxlislar ko'rishdi-da. Mana Ikrom Aliboyevning nihoyat zarbasi takroriy lavhada muvaffaqiyatli tarzda amalga oshirilyapti. Tayyorgarlik ko'rib tepdi, bir sapchidi va endi bu yerda darvozabonga ozmoz achinamiz. Lekin zarba muallifi Aliboyevni gol bilan tabriklaymiz. Baribir tepdi-da, jur'at qildi va uning uzoqdan yo'llayajak zarbalariga ko'p guvoh bo'lganligimiz uchun bu tasodif emasligini aytamiz. Ya'ni kutilmagan